O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri o'rinbosari, Oila va xotin-qizlar davlat qo'mitasi raisi Zulayho Mahkamova Farg'ona viloyat Toshloq tumanidagi Piyozchilik mahallasida bo'ldi. Mahallaning mana bu yerlari bir vaqtlar qarovsiz holda bo'lgan. Ammo tuman hokimi tashabbusi bilan bu hududda yangi imkoniyatlar yaratildi. Xususan, ikkita 12 metrlik yengil konstruksiyalik konteyner o'rnatildi. Nechta ayol ishlatyapsiz bu yerda? Shogirdlar bormi? Bu maskanda tadbirkor o'g'loy Nabiva o'z faoliyatini yo'lga qo'yib, 20 nafar qizlarni ish bilan ta'minladi. Hozirda bu yerda 17 turdagi qovma ayol va qizlar kiyimlari tikilmoqda. Shu bilan birga 30 ta oila kasanachilik asosida ish yuritib, o'z daromad manbaiga ega bo'lgan. Prezidentimizning qarorlari asosida mahallada bo'sh turgan yer maydonlari, bo'sh binolardan foydalanishda katta imkoniyat bo'ldi va bugun mana shu mahallasini o'zida turgan bo'sh yer maydoni, ishlatilmay turgan yer maydoniga tuman hokimligi tomonidan shu qarorning ijrosi, xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash bo'yicha qilingan dasturlarimiz asosida konteynerlardan qo'yib yaratilgan sharoitda ko'rib turibsiz. Mana shu joy o'zida 20 dan ortiq ayollar ishlayotgan bo'lsa, xonadonda 70 ta xonadonga ish tarqatilyapti. Va bu mahsulotlar eksportbop mahsulotlar. Bugun bu ayollarimiz, ayniqsa O'g'ilxon Nabiyevaning ishini ko'rayotgan bo'lsak, dunyo bozoriga olib chiqadigan darajadagi mahsulot yaratganlar. Bu mahsulot bizning milliy qadriyatlarimizni mujassamlashtirgan holda va aynan mana shu liboslarni o'zi har qanday inson uchun salomatligiga ham foydali bo'la oladigan darajadagi bir juda zamonaviy liboslarni tikib tayyorlayaptilar. Bittagina imkoniyat, eksport imkoniyatlarini yaratish uchun ehtiyoj bor, zarurat bor. Faqatgina bu daromadni yanada oshirish uchun bugun mana davlatning ko'magi, ya'ni prezidentimizning tadbirkorlarga bergan o'sha eksportga chiqarishdagi imkoniyatlarni bularga tushuntirish, iqtisodiy bilimlarni oshirish bo'yicha biz hozir kelishdik. Shuningdek, qo'mita raisi mahalladagi Nigora Mahmudova faoliyati bilan ham yaqindan tanishdi. U qandolatchilik va pishiriqchilik sohasida tajribali mutaxassis hisoblanadi. Avvalroq uning pishiriq tayyorlash uchun maxsus maskani yo'q edi. Toshloq tumani hokimligi ko'magi bilan qarovsiz holda turgan norasmiy masjid unga ajratib berildi. Natijada Nigora Mahmudova 30 ga yaqin qiz va ayollarni ish bilan ta'minladi. Shuningdek, sohaga qiziqqan yoshlarga ham o'quv mashg'ulotlari o'tmoqda. Qo'shimcha iqtisodiy bilim, yangi imkoniyatlarni tushuntirib, faoliyatlarni kengaytirish yo'llarini biz hozir amalga oshiramiz mutasaddilar bilan va bu amalga oshirilgan ish natijasida yana 100 nafar ayolni ish bilan ta'minlash imkoniyati yaratiladi. Bu bitta mahalla misolida. Mahallada yana bir qarovsiz masjid bor edi. Toshloq tumani oila va xotin-qizlar bo'limi ko'magida bu yer tadbirkor Gulhayo Ortiqova ixtiyoriga topshirildi. U bugungi kunda 20 nafar ayollarni ish bilan ta'minlab kelmoqda. Zulayho Mahkamova uning faoliyati bilan ham yaqindan tanishdi. Davlat hisobidan, prezident mablag'lari hisobidan bepul kasb-hunarga o'qitildi. Bu katta imkoniyat. Mehnat bozorida ish topa olmayotgan ayollarimizni bugun migratsiyaga chiqishi bugun o'zi ehtiyojdan qaytyaptiki, bu yil har yilgi holatda biz tahlil qilib ko'rganimizda chiqib boshqa yurtlarda ish qidirgan ayollarimiz qaytib kelib, mana shu yurtdagi imkoniyatni ko'rib, qanchalik darajada o'zlarini hayotlarini shu yurtda yaxshi yo'lga qo'yish mumkinligini anglab yetdilar. Bundan tashqari Piyozchilik mahalla fuqarolar yig'ini Muhandis ko'chasida istiqomat qiluvchi Ominaxon To'xtasinova faoliyati ham bosh vazir o'rinbosari e'tiborida bo'ldi. Uning rahbarligida hozirda 30 nafar ayol doimiy ish bilan ta'minlangan. Shuningdek, 21 ta oila kasanachilik asosida mehnat qilmoqda. Ayollar asosan oyoq kiyimlar ishlab chiqaradi va mahsulot qo'shni mamlakatlarga eksport qilinayotgani alohida e'tirof etildi. Hali bu bitta mahallaning imkoniyati, hali ochilmagan, foydalanilmagan imkoniyatlar shu darajada ko'pki, bugun prezidentimizning siyosatlari yaratgan sharoitlari bundan-da katta imkoniyatlarni ishga solishga bizga imkoniyat beryapti va bu biz bo'yicha mahalla uyma-uy yurib ayollarimizga tushuntirib, amaliy yordam berish tizimini yo'lga qo'yganmiz. Ahror Ziyodov, Safar Simoilov, Ruxsor News uchun maxsus.